Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha obunachilarimiz, hamma sog'mi, salomatmi? Xo'p, biroz oldin, yarim soat oldin do'stim Jahongir To'laganovni efirini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Formada bo'lmagan fuqarolar majburiy kuch ishlatib xo'p olib ketishibdi. Hozir Mirzo Ulug'bek tumani Rovdisida ekan. Bog'lanib gaplashdik. Hamma o'sha antikorrupsiyadagi operatorlar, yonida turgan xodimlarimiz hammasini olib ketishibdi. Nima uchun olib ketgan? Nega bu tartibda olib ketgan? Maqsad nima? Hozircha bilmaymiz nima ekanligini. Ketyapmiz advokatlarimiz bilan. Advokatlar ham kelishyapti. Hozir kiramiz, aniqlik kiritamiz. Xo'p, Yangi O'zbekiston bog'ini bilasiz, o'sha atrofda tadbirkorlar murojaat qilgan antikorrupsiya ommaviy axborot vositalariga, ya'niki o'sha agar Jahongir To'laganovni profilini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda turibdi efir, ya'ni tadbirkor yer auksiondan yer sotib olib qurayotgan tadbirkorlik binosini hech qanday sud qarorlarisiz buzib tashlayotgan holatini borib efir qilishib, o'sha yerda murojaatni ijtimoiy tarmoqda to'g'ridan to'g'ri ham berishdi, hamda kameralarga ham yozib olingan. Holatni ko'rdingiz. Ana shu holatda demak endi qaytmoqchi bo'lishganda shu xodimlar hammasi urib olib ketishibdi. Sababini, maqsad, muddo bilmaymiz. Hozir aniqlik kiritib o'sha yerda efirlarimizni davom ettiramiz. Xo'p, ochiqlik siyosat haqida aytaman, gapiraman desak, gapirish ham kerak bo'lmay qoldi. Ommaviy axborot vositalari nima uchun kerak? Ochiqlik siyosati deb nima qilardingiz? Undan ko'ra jim o'tirganmang, chiqma, ko'rsatma, bilganimizni qilaveramiz deganinglarda biz ijtimoiy tarmoqqa chiqmasdik, muammolari ko'rsatmasdik, fuqarolari, tadbirkorlarda ayniqsa hozir mana buzilayotgan uylari, joylari bo'yicha efirlar qilmasdik, ko'rsatmasdik. Undan ko'ra qilmanglar, qilma, kerak emas deb qonuniy tartibda qonunlashtirib qo'yish kerak. Bo'ldi, yopildi. Bir ochdik-ku, qarasak bizni ketimiz ochilib qolyapti ekan. Keyin yopdik deb qo'ya qolsangiz bo'lmaydi bundan ko'ra. Nima deyishga ham hayronman hozirda. Nima deyishga ham hayronman. Yaxshi, vaziyatni yana ham aniqroq bilib, hali yana efirlar qilamiz. Holat haqida ma'lumot berib turamiz. Tinch bo'lasizlar. Jonli efir yoqing. Get chiqmadim. Demadimi? Voy, menga sabab nima? Jonli efirdami? Jonli efir turibdi aka. Hop, o'chiring bo'ldi. O'chirdik mana. O'chirdingmi? Men chekkaga yuring. Chekkaga yuring. Aka, hozir o'zingizga muammo qilyapsiz. Yuring. Chekkaga qo'ying. Ya qarang, qo'yib yubormang, o'zingizga muammo orttirasiz. Qo'ymayman. Bilan mutlulukda borasiz. Rovdiga.
Qo'yib olmang deyapman. Buni qo'lingizdan tortib olganim yo'q. Hech narsa qilmadim, narsangizga tegmadim, to'g'rimi? Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir ayni damda Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidamiz. Orqamizda turgan bino auksion orqali 55 milliardga tadbirkor yerni ko'p qavatli uylar qurish uchun yutib olgan ekan va ko'p qavatli uylar qurishni boshlagan. Aynan topshiriqlarga asosan mana shunaqa deb turibdilar, to'g'rimi? Endi bugungi kunda kelib hozir bu joylari noqonuniy, ya'ni noqonuniy buzilib tashlanayotganligi aytilmoqda. Sud qarori yo'q, MIB ijrosi yo'q. Kimlardir tomonidan kelib topshiriqqa asosan buzib tashlanayotganligi aytilmoqda. Hop, mana qarang, mana e'tibosmanga jonimga tegib ketdi deb nimadan qiynaldingiz? Bu narsani auksionda sotib olgandan keyin 3 oy ichida agar qurish boshlamasangiz qaytarib oladi yerni. Menga bular aytdi, shahar hokimi, buni qurishing kerak. 3 etaj bo'ladimi, 4 etaj qurasan, yo'l yuzini olimpiyaga o'yinlarga tayyorlaysan. Qurilish boshladim. Lekin qurish o'zi bo'lmaydi. Chunki bu joylarda odamlar kelib pul bermaydi 10 so'mlikka. O'zi bu yoqdan tortib, uni sotib, buni sotib shu uyga tikkanman. Ham qiynalib qilib qurilish qilaman, ham qiynalib qilib qurilish qilaman-da, mana bugun kelib Oğuz aka aytib yana qaytib gapidan meni zararga qo'yapti. O'zi qurilish oson emas. Hozir bitta tualet qurish ham oson emas. Bu narsani men 4 etaj ichkarida blok qurib bersa, men yosh tadbirkorman, men deputat. Bunaqa holat bo'lmasi kerak. Yangi O'zbekiston hududida o'tiribmiz. Yangi O'zbekiston territoriyasida o'tiribmiz. Bu yerda men yoshligimni, tadbirkorligimni, bir odamligimni hurmati yo'qmi? Bir rahbar kelib men bilan bir gaplashishni iloji yo'qmi? Kelishishni iloji yo'qmi? Nima uchun qur deb yana buzdiydi? Menda auksionda yer olgan bo'lsam, yerim o'zimniki bo'lsa, bu qurayotgan uylarimni hammasini nazorat qilib turgan bo'lsalar, hokimiyat aytib turgan bo'lsa, shuncha odam o'tib qaytib turibdi. SVPning xulosasi bo'lsa, shu balandlikda qurilishi mumkin, shu balandlikda degan narsada men shu etajni qurishi mumkinlik to'g'risida. Yana nima kerak? Gazimni apezlarim bo'lsa, Sovetga yubordim. Sovet ijobiy xulosasi bo'ldi. Sirasi отказ qilib yuborishdi. Eng qizig'i sud qarori yo'q ekan buzish uchun, to'g'rimi? Hech qanaqa hujjat yo'q. Mayli 3 etaj qilasan dedi. Bitta etajni buzib tashladi. 3 etaj qildim. 3 etaj qilganda proyekt berdi. Ana 3 etaj qilasan deb proyektini berdi. O'sha proyektda fasadini boshlamoqchi edim. Bugun askel polностью buzib tashagin deyapti. Nima degani bu? Gapida texnikalar kimniki? Kim buzyapti? O'zingiz buzyapsiz? Bilmaymiz. Biz umuman buzganimiz yo'q hech narsani. Qanday buzaman qurgan narsani? Qanday buzaman? Yuragim dosh bermaydi. Dori ichib yuribman 1 oydan beri. Hozir bu siz tomonidan buzilmayapti. Demak, bu kimlardir aytdi, olib keldi, o'zlari buzyapti. 1 oydan beri buzadi buni. 1 oydan beri buzadi. Mana mayli 3 etaj bo'lsa ham roziman. Mayli televizorga chiqmay, mayli o'zimiz reklama qilmaylik deb muomala qilib, shular nima desa, shular tomonga yurdim. Proyekt berdi, proyektini oldim. Fasadini boshladi dedi. Fasad uchun materiallarni keltirib qo'ydim. Ana ertalab ustalar kelish kerak edi. Men polностью buzib tashlaysan deyapti. Nima degan narsa bu? Bu kelishish iloji bor-ku. Yo'q, odamiylik hurmatimiz ham yo'qmi? Mayli men deputat bo'lmagan, mayli men boshqa bo'lmagay, tadbirkor bo'lmagay, mayli men boshqa bo'lmagay, bir odamiylik hurmati yo'qmi? Bir kelishib gaplashsa bo'ladi-yu. Chetdan turib olib butun armiyani men boshimga yuborib, nima keragi bor? Hozir masalan odamman tushunaman hamma gapga. Shu qurilishda bosh bo'lib turgan ichki ishlar xodimlari ham shu yerda hammasi. Ichki ishlar, prokuratura, hamma organ bor. Bir prezidentdan boshqa hamma bor. Hurmatli prezidentimiz albatta bunaqangi topshiriqlarni bermasliklarini hammamiz bilamiz, lekin prezident bunaqa topshiriq bermaydilar. Men prezidentga ishonaman. Men prezidentdan faqat kutaman. Prezident, menga yordam bering. Men sizning ishonchingizni oqlayman. Mana shu joyda chiroyli kompleksni tiklayman.
Siz menga yordam berib, meni orqamda podдержка qilib tursangiz, butun dunyoda qurilish qilaman. Sizga va'da beraman. Biz o'zbekmiz, nimaga bir-birimizni hozir qiynashimiz kerak? Dunyoda odam dushman qiynaydi bir-birini, lekin biz bitta komanda, bitta davlat, biz bitta millat-ku. Bitta joydan bir joydan bo'sh chiqarib qilishimiz kerak-ku. Nima uchun hali ham bir-birimiz bilan urushamiz? Qani dunyoni zabt etamiz bunaqada? Biz birlashsak dunyoni zabt etamiz. Biz birlashsak dunyoga chiqamiz. Tadbirkorlar dunyoga chiqadi. Dunyoga chiqaman agar ruxsat bersalar. Lekin men podдержка qilish kerak, meni zindirish kerak emas. Mana loyihamiz, mana. Mana svetlarimizni o'chirib, mana kameralarni qo'parib ketdi. Nimalarni hammasini, mana nima degan bu uyushgan hammasi. Biz bitta odam-ku, bitta davlatmiz hammamiz. Nima kerak bor bunaqa ishlarni qilib? Kelishib ishlasak bo'ladi-ku. Bu sizlarning loyihanglar? Ha, mana kecha 3 etaj qilasan dedi, bitta etaj olib tashladi, xo'p dedim. Mana shu narsani direksiyadan berdi. Ketirib berdi. Mana chertyojlarni qildim. Baribir vaqt kerak. Chertyoj qilish kerak. Ustalarning qo'liga material berishim kerak. Vaqt ketadi, material olib berishim kerak. 3 oydan beri shotim yopib qo'ygan. Qanaqa qilib bundan 3 oydan beri shotim yopib qo'ygan odam birdaniga hamma joyni qurib tashlashi mumkin? Shotimni ochib bering dedim, ochib bermaydi. Nima uchun yopgan shotingizni? Shotimni bilmayman, sababini bilmayman. Hech kim meni chaqirgani ham yo'q, hech kim meni boshqa qilgani yo'q, jinoiy ish ochgan. Jinoyat ish ochgan? Ha. Kimga nisbatan? Shu firmaga nisbatan. Nima uchun? Sizlar buni qonuniy yutib olganmisizlar yerni? Qonuniy yutib olganmiz. Qanchaga? 55 milliard. 55 milliardga auksionda o'zlari qo'ygan auksiondan yutib olgansiz. Auksion shartlarida yozilgan. Mana 4 etaj, 5 etaj, 6 etaj deb shartlarda yozilgan. Auksion shartlarida bor bu. Bor, ha. Hamma hujjatlari bor. Ya'ni bu loyiha ham o'zidan o'zi qilmagansiz. Hujjat. Yo'q, loyihani qanaqa o'zim hamma etajlar yozilgan. Даже fasadlarni ham bular tasdiqlagan. Fasadlari ham bular tasdiqlagan. Tasdiqlangan. Ha, hammasi mayli, mana bitta etajimni yiqitishdi. Yaqinda bir oy yiqitishdi bitta etajimni. 3 etajga loyiha keltirib berishdi. Mana loyiha 3 etajga. Mana, men xo'p dedim. Endi fasadini boshla dedi. Bo'lmasa yana yiqiladi dedi. Xo'p, fasadni boshlash uchun mana bunaqa chertyojlarni qilish kerak. Ustaning qo'liga material berishim kerakmi? Unga vaqt ketadi. 2 kun, 3 kun bilan hech kim hech narsa bo'lib qolmaydi. Nima uchun shoshilib? Nima desa xo'p deb turibman-ku. Mana 20 metr bilan oshmagan holatda qurilish mumkin deb mana Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani hokimligi buni nimaga yozganmiz? Через yozganmiz. Mana bu SPga yozganmiz. Bu orqali xat kelgan hokimiyat orqali. Mana auksion shartlarida 4, 5, 6 qavat deb mana 4, 5, 6 qavat deb auksion shartda ko'rsatilgan. Shartlarda. Takliflarda, ha. Ekologiya xulosasi bor. Qarori bor, hokim qarori. Shu yerda qurilish, odamlar yashaydigan joy quriladi degan nima ijro kompleks qurilishi bayonnomamiz bor, auksiondan olgan bayonnomamiz. Mana 52 milliard 737 millionga. Mana yozilgan savdo ko'ngil ochar majmualari hamda turar joy binolarini qurish deb yozilgan. Hamma qonuniy hujjatingiz bor. Ana arxitektura rejalashtirish topshirig'i bor, APS hujjatim bor. O'zlari qur dedi. Ha, mana kadastrim bor. O'zlari qur dedi. Menda qur deganni isbotlab ham bilaman. Kim biladi? Ustalar. Ustalarmi? Buzishga kelyapti. Mana guvohnomamiz. Bu buzishga kelgan ustalar. Mana Toshkent shahar hokimiga Shavkat Bo'ronovichga chiqqanmiz xat bilan. Mana yozyapmiz. Bugungi kunda korxona Buxoro ham Toshkent shahar hokimligi tomonidan berilgan ro'yxat asosida Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan yuborilgan dastlabki xatlov asosida to'xtatib qo'yilgan. Kelayotgan 1-sentyabr O'zbekiston Mustaqillik kuni munosabati bilan bayram oldi xodimlar ish haqisini hamda qurilish montaj ishlarini olib borilayotgan korxonalardan qarzdorligimiz uchun yuqorida ko'rsatilgan sabablarga ko'ra hisob raqamimizni ochib berishlari uchun yozganmiz. Prokuraturaga yozganmiz, shahar hokimiga yozganmiz. Lekin ochilmayapti hisob raqamlar. Yo'q, ochilmayapti. Soliqdan qarzinglar yo'qmi? Soliqdan qarzimiz yo'q. Bizda soliqdan umuman muammo yo'q. Xalqdan, qurilishdan yoki qanaqadir firmalar bilan hech qanaqa muammomiz yo'q bizning. Bizning bitta muammomiz mana shu joyda qurilishni ruxsat berib, yana qaytadan buzdirishi. 2 marta loyihani berib,
yana ertasi kun o'zini fikridan qaytib qolishi qana bu qonuniy tomoni. Men qarshi emasman qonunga. Men qonun tomoniga boraman, lekin menga bir kelib, o'tirib, hujjat asosida bir gaplashilsa, men ko'naman, bu narsaga ko'nsam bo'ladi. Lekin menga agar hujjat bo'lmasa, prosta vahshiylarcha kelib buzib tashab, vahshiylarcha prokuraturaga chaqirib, borib ichki ishlarga chaqirib, qo'rqitib, nima kerak bu unaqa? Hozir siz o'zingizga alam qilayotgani mana shu joyi o'zlari qurdib, endi o'zlari buzayotganiga chidolmayapsiz. Chidolmayapman. Chunki bunga hazlagan mehnat, hazlagan xarajatlari ketmagan. Yo'q, qancha xarajatim ketdi bu yoqqa? 3 million dollardan ziyod xarajatim ketgan. Hozir o'sha pullaringizni qaytarib berishar ekanmi kompensatsiya sifatida? Endi qanday bulardan men ishonishim mumkin bunaqada? Qanday ishonishim mumkin? Ishonishim uchun mana bu loyihani kecha bergan odam bugun gapidan qaytib turgandan qanday ishonishim mumkin? Mana bu loyiha siz qilmagansiz, o'zlari tayyorlab bergan, ha. Undan oldingi mana bu loyiha ham o'sha sizni auksionda qo'yilgan talablar shartlarida bor loyiha. Bor bo'lgan. Fasadlarini, dizaynlarini direksiya bergan. Mana qarang, bu loyihani o'sha auksion talablaridan kelib chiqib qilgansiz. Qilganman, ha. Undan oshib chiqmagansiz. Hech qaysi APZ hujjatlarim bor, hamma hujjatlarim bor. Sovetga ham yuborganman. Sovetning ijobiy xulosasi chiqqandi. Sovetning ijobiy xulosasi bor. Menda hozir keyin Sovet chiqarib bermadi QR kodli qog'ozini, protokolni chiqarib bermadi. Nima uchun desak, topshiriq bo'ldi, buyruq bo'ldi, boshqa bo'ldi. Toshkent shahar hokimi nima ahvol bu? Nima qilyapsiz? Masalan, deylik, mayli hozir aytib turibdilar, shu gaplar rost bo'lsa, mana hozir o'zingizlar beribsizlar taklifni, o'zingizlar loyiha, o'zingizlar proyektni beribsizlar. Endi o'zingizlar yana kelib bularni qarshiligiga qaramasdan buzib tashlayotgan ekansizlar. Hech qanaqa sud qarori yo'q, boshqasi yo'q. Bu juda dahshat holat-ku bu. Kim ishonadi ertaga bu tadbirkorchilikda? Hamma umidini uzib qo'yadi-yu bunaqada. Mayli, bu qog'ozlarni biz hozir yana to'liq material tayyorlaymiz bu bo'yicha. Buni biz e'tiboringizga havola qilamiz. Bu yoqda hozir biz kelganda ham ichki ishlar xodimi kelib qarshilik qildi. Uni jonli efir shuning uchun boshladik. O'zi qilmoqchi emas edik jonli efir. Videoga olish mumkin emas, ruxsat so'rashingiz kerak. Men o'z ruxsat so'rashim shart emas. Men ko'chada turibman. O'sha tadbirkor murojaatiga asosan keldik. Ruxsat olish kerak deb keyin ketdi, shu bilan yo'q qaytmadi. Endi oboda bir narsa bo'lib qolmasin, oboda bir qanaqadir hujum bo'lib qolmasin deb jonli efir yoqib qo'ydik. Lekin professionallik kameralarimiz ham alohida barcha holatlar qayd etilyapti. Bu YouTube, Facebook va Instagram, Telegram kanallarimizda keng yoritiladi tez orada. Xo'p, bu yerdan endi chiqsak-da, tashqarini bitta ko'raylik, nimalar qilishmoqda. Kim qochdi? Kim? Boramizmi o'sha yoqqa? Ular pishkom ketishdimi, mashinadami? Ana o gazelning orqasida. Qochib ketgan odamlar qochyapti ana. Ana qochib ketishyapti ana. Bu yoni ham olinglar, yoni ham. Ha, mashinasini mindi ana. Hozir mashinaga o'tirib qochar. Yoni ham olaylik. Ana mashinasini haydadi, qochdi. Ya tavba, nimaga qochishadi? Biz so'ramoqchimiz. Aniqlik kiritmoqchimiz. Oydinlik kiritmoqchimiz. Hozir bo'ldimi? Hech kim qolmadimi? Qochib ketayotgan ana. Ikkalasi ana. Ana pishkom ketayotganlar kimlar? Zam hokim. Hokimiyatdan gasimni boshlagan. Faqat gasimni boshlagan. Alo. Olmos Telegramdan yubordim. Mana ko'ryapsizlar. Qochib ketishyapti. Nimaga bilmadim. Biz ikkinchi tomondan so'ramoqchimiz, qaysi asosga asosan bu joylarni buzishyapti. Sud qarori bormi? Yo deylik, MIP ijro varaqasi bormi? Ha? Mana hammasi mashinasiga minib qochyapti, buzishga kelganlar. Suv ta'minoti bo'ladimi? Mana shu
avariyniy slujba bo'ladimi, obodonchilik bo'ladimi, hamma mana hammasi qochyapti. Mana, ey ifloslar, sizlar davlatning nomini haqorat qilmang. Ha? Haqorat qilmang. Shu javobgarlikka borishadi-da. Yo'q, qochib ketishiga men tushunmayapman. Agar o'zlariga to'g'ri bo'lsa, qonuniy ish qilishayotgan bo'lsa, to'g'rimi? Nega qochishadi? Nima uchun yuzlashib qo'llarida bor faktlarni mana qonuniy asosda biz buzamiz deyish ham mumkin-ku. Mana hokim ketishiga qarab, mard bo'lib turib, meni qo'lim qayirib o'tirgan odamlar mana qochib ketyapti. Qani ular? Mana hammasi qochyapti. Ana baklashga qo'lida. O, anumi? Ha. Ya endi bular endi ketsa mayli, orqasidan quyila olmaymiz. O'sha ishxonalarga ham borib ma'lumot olishimiz mumkin. Bir narsa, mana hurmatli Facebookdoshlar, holatni ko'ryapsizlar. Biz keldik murojaatga asosan qonuniy 55 milliardga yerni yutib olishgan hokimiyat o'zi qo'ygan. Taklif bilan, to'g'rimi? Sizlar shuni auksionda qatnashib 55 milliardga yutgansizlar. Auksion talablarida 3, 4, 5 6 qavat. Keyinchalik 3 deb talab qo'yib buzishgandan keyin biz televizor ommaviy axborotga chiqmadik, sizlarga chiqmadik, mayli. Shu o'zimiz yomon qilib yurmaylik. Hammamiz bir odammiz, bir nima bo'lmasin deb. Endi faqat prezidentdan men bir iltimosim bor. Prezident menga yordam bersalar, shu mayli, men 3 etaj bo'ladigan bo'lsa tayyorman, fasadini qilaman, lekin shunga uspet qila olmadim. Bu narsani 3 etaj qilib proyektini bergandan keyin bugunasi buzishni to'g'ri bo'ladi. Bugunasi 3 etaj berib mana beryapti 3 etaj. O'zlar qarang, yana eng asosiysi men bir narsaga hayron qoldim. Aslida yerni yutib olgandan keyin tadbirkor proyekt loyihalarini o'zi qiladi, lekin hokimiyat tomonidan berilgan ekan, unga ham yo'q demagansiz, to'g'rimi? Yo'q, 3 etaj bo'ladi deyishdi, unga ham yo'q demadi. Xo'p dedingiz. Hech kimga aytganim yo'q, hech kimga murojaat qilganim yo'q. Lekin shunda ham kelib hozir qurgan shuncha 3 million dollar ishlatdim deyapsizmi? 3 million dollarlik qurgan binoingizni hozir buzib bir tadbirkorni sindirib tashlashyapti desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsamni sotdim. Hamma uy joyim bo'ladimi, mashinam bo'ladimi, molim bo'ladimi, nima bo'lsa ham bor, yoshligimni, hamma g'ayratimni, hamma yaxshi niyatimni, oilamni orzu-havasini mana shu yerga kelib tikkanman. Mana shu yerga kelib tikkanman. Bu hozir o'sha tepasida turgan texnikalar umuman sizga tegishli emas. Yo'q, bir oydan beri buzadi. Bitta etajga roziman, buzishiga roziman, bo'ldim. Shu gap so'z chiqmasin. Hal qilaylik masalan, tezroq tugasin-da, bitta etaj bilan ketsa, bu tugadigan bo'lsa tugasin dedim-da, bitta etajni buzdi. Qo'limga 3 etajga loyiha berdi. Ana shunday qilasan dedi. Ishli materiallarni keltirib, proyektim qilib proyekt asosida chettojin qilib boshlagandim. Bugun az kelib polni buzib tashlaysan deyapti. 100%. Tekis. Lekin buni qurishiga o'zlari yetganda shunaqa o'zlari topshiriq bergan. O'zlari topshiriq bergan, lekin o'zlari topshiriq beradimi? Boshqa bo'ladimi? Tadbirkorni nima keragi bor? Poderchik qilib yordam qilsinlar, men buni quray, chiroyli qilay. Savdoga chiqarilgan-ku. Niyujeli shunga hamma bir-biriga soladi. Savdoga chiqarishdan oldin shuni maslahat qilib qilsa bo'lmaydimi? Shuni maslahat qilsa, shunda qurilishi mumkinmi, yo'qmi? Значит, hamma saglashovat qilganki, savdoga chiqarilgan. Uni savdoda necha kishi ko'rgan, necha kishi savdolashgan. Tasdiqlaydi, barcha tashkilotlar tasdiqlaydi. Masalan, mana shu elektr liniyasi kuchlanishdagi. Shu meni qurilishimga xalaqit berib turibdi. Buni necha marta aytdim, nechta tashkilotga yugurdim, necha kishiga iltimos qildim. Hech kim olmaydi. Mana menga o'xshagan quruvchilar mana shular qura olmay turibdi mana shular hozir. Quruvchilar qura olmay turibdi. Mana shu yerda 10 ta quruvchi bor, qura olmay turibdi. Ha, ular ham yutib olgan. Ular ham yutib olgan. 10 ta quruvchi yutib olgan. Quriluvchilar assotsiatsiyasiga murojaat qildik. Ular ham bizga yordam berdi. Lekin ularni ham misol uchun qo'lidan kelmayapti. Chunki ularga ham aytilyapti chiqqan joyiga. Bu shahar hokimiga chiqsa vazirga, bosh vazirga borib taqalyapti deydi. Bosh vazirga, хорошо, bosh vazir. Lekin bizga kim hozir kelib yordam beradi? Kim? Yo'q, aynan bosh vazir o'zi sizlarga aytdimi shu gapi yo'qmi? Aytgan yo'q hech kim. Balki umuman bosh vazir xabari ham yo'qdir. Yo'q. Masalan. Yo'q, men o'ylashim bo'yicha bosh vazir xabarlari yo'q. Prezidentimiz ham xabarlari yo'q. Bular o'zlari balkim shu holatda balki o'zlari shu holat qilayotgandir. Xohlagan narsasiga soladi. Menga xohlagan proyekt keltirib beradi. Qanday aholiga men bu proyekt bo'yicha mayli, rozi bo'lib turibman shunda ham. Mana ertaga fasadni boshlayman deb turibman. Shotimni ochib beringlar deyapman. Pulim shotimda deyapman. Shotimni ham ochib bermaydi. Qanaqa qilib quraman men buni?
Aytganini qilib turibman. Uch etaj deb turibman. Xo'p deb turibman, labbay deb turibman hamma gapiga. Nima qilay? Yurakka o'raldi, jonimga tegdi. Qanday qilaman bu davom ettiraman tadbirkorligimni? Butun borligim tikkan bo'lsam, erta nima ish qilaman? Hozir buni buzishni bugundan kelishdimi, ertalabdan? Yo'q, bir oy oldindan buzadi. Bir etajini buzib tashadi. Uch etajga tushirib qo'ydi. Endi esa bugundan polni 100% bizasan deyapti. 100% tegi bilan. Tegi bilan. Nega qurdirdi unda? Men tushunmayapman. Nega unda qurdirdinglar? Baraka topkurlar. Hozir bular 3 etajga ruxsat rozi bo'luvdingiz. Rozi bo'lib, proyekt beruvdi menga. Fasadini boshla dedi. Fasadini boshlasam, bugunasi kelib polni buziladi deydi. Nima uchun desam, bilmayman, tushuntirmay, hech kim sababini aytmay. Tepadan buyruq bo'lgan deydi. Bosh vazir deydi. Bosh vazir hech qachon bunaqa buyruq bermaydilar. Prezident ham hech qachon bunaqa buyruq bermaydilar. Prezidentimiz tadbirkorni qo'lla deb turibdilar. Men faqat prezidentdan yordam kutaman. Boshqa hech kimdan emas. O'zi bizni chaqirishdan ham maqsadingiz shu, to'g'rimi? Shu. Hurmatli prezidentimizga umid qilib yordam so'ramoqchisiz. Men yoshlar nomidan, oilamning nomidan, ota-onamning nomidan butun bir kelajagimni atrofimdagilar nomidan iltimos qilib prezidentimizdan yordam so'rayman. Yordam bering. Men nima desa topshiriqlarga qilishga tayyorman. Qanaqa vazifa bo'lsa bajaraman, qanaqa qilish bo'lsa qilaman, qanaqa proyekt bo'lsa qilaman, lekin aytganlaridek bo'lsa ham qilib beraman. Aytganlaridek bo'lsa ham qilishga tayyorman. Qanday qurib proyekt qil desalar, shu proyektni quraman. Menga qanaqa davlat tomonidan topshiriq berilsa, hammasini aytgandek qilaman. Jonim bilan qilaman. Vatanim uchun, prezidentim uchun, hukumatimiz uchun, oilam oldida yuzimga yorug' bo'lish uchun, shuncha yoshlar uchun. Men nima maqsadda, nima orzu havasida men bu yerda shuncha ish qilyapman, u nima qanaqa ahvol bu bilan kelib, men yakkalayapti. Men bir o'zimman. Tepada Xudo bor. Bu yerda men bir o'zimman. Prezident yordam bering. Keling, men orqamda turing. Men sizni hamma aytganingizni qilaman. Lekin men necha joyga yozdim. Ichki ishlar prokuraturaga, gen prokuraturaga yozdim. Davlat xavfsizlik xizmatiga yozdim. Adliyaga yozdim, qurilish vaziriga yozdim, vazirlar mahkamasiga yozdim. Hech kimdan xabar yo'q. Hech kimdan xabar yo'q, hech kimdan javob kelgani yo'q. Endi nima qilishga hayronman. Men aslida bularni ovra qilish xohlamagandim. Bitta etajim buzilganda ham hech kim chaqirgani yo'q edim. Lekin majbur bo'ldimki mana shunaqa bo'lishga. Ya'ni bundan siz maqsadingiz shu davlat rahbari ko'rib shunga baho berishlari haqida. Davlat rahbaridan faqat yordam so'rayman. Shungacha qilgan ishni qildim. Shungacha yozgan qonuniy hamma ishlarimni qildim. Lekin hech qaysi foyda bermadi. Endi bitta iltimosim davlat rahbarimizdan shu masalada menga yordam bersinlar. Oilamga, mana shu yoshlarga, bizga, hammamizga yordam bering. Sizdan iltimos o'tinib so'rayman. Men shu davlat uchun, shu yurt uchun nima xizmat qilsa men qilaman. Nima yordam bo'lsa qilaman. Erta qayerda bo'lsa men yurtim uchun turib beraman. Shuning uchun menga yordam bering. Men orzu havas qilib qurgan joyim bu. Birinchi qurilishim bu. Bunaqa ahvolda birinchi martadan bunaqa sindirib yuborish kerak emas. Erta qanaqa qilib qaysi qo'l bilan yana boshqa ishga qo'lim boradi? Qanaqa qilib tadbirkorlikka qo'lim boradi? Nima qilaman? Qayerga boraman? Qayerga borsam meni hech kim yordam beradi? Hech kim yordam bermaydi. Faqat siz yordam berasiz. Sizdan kutaman yordam. Xullas, Facebook uchun oxirgi fikrimni bildirib qo'ymoqchi edim. Yuragi yonib turgan vatanni, mana shu hokimiyatni, hokimlarni aytganiga ishonib, nima desa yo'q demasdan hammasiga rozi bo'lib, mana shu g'ayrat bilan, mana shunaqa jo'shqinlik bilan ishini boshlagan birinchi qurilishimda o'tdi. Yana qancha narsamni sotdim, bor budimni tikdim yaxshi umidlar bilan degan mana shunaqa fikrlarni eshitib turibsizlar. Bu tadbirkorni, yosh tadbirkorni sindirib tashlash bu davlatga ham, xalqqa ham xiyonat bo'ladi va ancha odamni ishonchini o'ldiradi. Mana shu uchun men ham o'sha hurmatli yurtboshimizga va qolaversa bosh vazirimizga, senat raisi Tanzila Narbayevaga, bosh prokurorga, barchalariga rasman murojaat qilardim. Aynan bu holatda tadbirkorni qo'llab-quvvatlash kerak. O'z boshimcha qurib olgan bo'lsa boshqa gap. Mana hozir ko'rib turibsizlar, hokimiyat vakillari deyishdi, prokuraturadan deyishdi, gazsindan deyishdi. Biz ikkinchi tomondan borib ma'lumot olmoqchi edik, balkim ularning qo'lida sud qarori bordir degan maqsadda. Mana hammaligi moshinalariga o'tirib
ketib yuborishdi. Biz bilan gaplashishni xohlashmadi va kameradan yuz o'girishdi. Nima uchun bunaqangi holatlar jamiyatda bo'lish kerak? Nima uchun yosh tadbirkorlar o'smasdan, unmasdan turib beliga urib sindirish kerak? Sababi nima buni? Bu qur demasa qurmasdi shu odam ham. Yokida auksionga bu yerlar qo'yilmaganda bu odam ham sotib olmasdi. 55 milliard davlat byudjetiga pul o'tkazmasdi va mana bu yoqqa 3 million dollarlab pullarini sarflab mana bunaqangi qurilishlarni qilmasdi. Chiroyli ish qilaman, yaxshi ish qilaman, tadbirkor bo'laman, mana shu joyda zo'r joylarni quraman deb orzu havas bilan boshlagan bir yigitni beliga urib sindirmang iltimos. Buni tegishli tashkilotlar xolisona o'rganib, mana shu holatga baho bering. Mana hozir ichki ishlar xodimlari ham turibdi. Boya kelib bizdan ruxsat olib syomkaga ol dedi. Men aytdim, mayli, kimdan olish kerak ruxsat? O'zi aslida biz hech kimdan ruxsat olmaymiz, rasmiy kanalmiz. Rasmiy kanal bo'lmaganda ham har qanaqa fuqaro ko'chada videoga olish huquqiga ega. U cheklov yo'q unaqa qonunan. Mayli, ularni qarorida o'rganib qolishgandir balkim. Ichki ishlar binosiga borsang, kamerangni o'chir, telefoningni topshir. Bu ko'cha. Ichki ishlar xodimlari, hurmatli, iltimos, o'sha Ichki ishlar vaziri ham mana bu holatlarga ham e'tibor qaratinglar. Iltimos. Bu hozir Facebookda yo'q, bu bizni bu suhbatimizga o'sha PPS xodimi bilan, lekin professional kameralarimizda yozilgan, tez kunda uni e'tiboringizga havola qilamiz. Mana Shunchalik. Ishlar to'g'risidagi qonun 9-moddasi ham ochiqlik va shafoflik prinsipiga bironta xodim kelib qarshilik ko'rsatishga haqli emas. Bular uni bilishmas balki. Bilmaydi aka. bular ana zdaniya nima emas, meni sindiryapti bular. Yurakni ana shunday qilib, yurakni gidromold qilyapti-da bular. Tepaga chiqib olish kerak. Yo'q, tepaga chiqish opasniy. Ana ichkarilarda qurilishlar qilganmiz, narigi bloklarni ham boshlab qo'yganmiz. Bir marta kelib buzdi. Indamadim. Tegishli joyga yozib qo'ydim, 02 qilib qo'ydim, hujjatim qilib qo'ydim. Fuqaro sifatida. Keldi, Nodir dedi, mana shunaqa. Shahar hokimi o'zi chaqirdi. Keldi, men uchetaj qilasan dedi. Bo'pti, uchetaj qilaman dedim. Loyihasini berdi. Loyiha asosida so'chun chertoj qilish kerakmi? Qancha armatura ketadi, qancha? Rasmini ko'rsatib qo'yib, tamom, rasm bor. Shunday qilasan dedi. Uni chertoj qilib chizish kerak. Materialni olib kelish kerak. 3 kun ichida qilib bo'lmaydi bu ishni. Sen aytdik qilmading, bizni qo'ydi, buzib tashlayapti. Mayli, Facebookda jonli efirni tugatib turamiz va tez kunda to'liq videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Do'stlar, sog' bo'ling. Qo'lingizdan kelsa tarqating, yaxshilik uchun. Qo'lingizdan kelsa izohlarda fikringizni qoldiring, haqorat qilmang, tuhmat qilmang. Qo'lingizdan kelsa barcha kanallarga ulashing. Yordam bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz desamda. Xullas, o'rtoqlar, mana Mirzo Ulug'bek tuman rudisidamiz. Advokatimiz shu yerda, yigitlarimiz chiqib kelishyapti. Sardor, qanday bo'ldi? Ichkarida havo yaxshi ekanmi? Ob-havo qanday ekan? Yaxshi nafas oldinglarmi? Bunyod aka, ozgina ko'rib chiqdingizmi? Qanday? Kayfiyat qanday? Kayfiyat? Mazza qanday? Kayfiyat zo'r. Mana advokatimiz har doimgidek biz bilan yonma-yon, jondosh, to'polon qilib, trevoga qilib. Qanday Jahon? Yo'q, mana endi ichki ishlar xodimlari bizni olib ketdi. Ichkariga kirdik. Shu huquqlarimiz bilan tanishtirib, yomon muomalada bo'lishmadi-yu. Lekin olib ketishgan holatidan biz baribir norozimiz. Unga nisbatan biz tegishli arizalar beramiz, albatta. Lekin ichkarida hech qanaqa masala bo'lgani yo'q. Ichki ishlar boshlig'ini o'zlari bilan ham suhbatlashdik. Yomon inson emas, men azaldan taniyman o'zi. Holat unchalik jiddiy emas. Mana advokatimiz ham keldilar. Biz olib chiqqan materialimiz bo'yicha alohida hokimiyat tomonidan ma'lumot beriladigan bo'ldi va uni biz to'liq materialni tez kunlarda e'tiboringizga havola qilamiz. Lekin boyagi narsani men tushunmay qoldim. Haqiqatan kelib, hech kimni tanishtirmay, boshqa qilmay, tabrik qilib mashinaga bosib ketish holati bo'ldi. Formada ham emas. Va u bo'yicha biz albatta o'sha qonuniy javobgarlik masalasini so'raymiz.
ko'ramiz nima bo'ladi yakunda. Sherzod aka o'sha tashlagan videoyimda shaxsan o'zimizga ruhiy bosim bo'ldi. Olib ketish jarayonida nima sababdan olib ketishayotganini aytishgani yo'q bizga. Faqat telefonlarimizni so'rashdi. Biz qonuniy asosda telefonlarimizni, kameralarimizni olishga prokuror sanksiyasi yoki sud ruxsati bilan beramiz deyilgandan keyin nimaga avtobusga chiqarishdi. Avtobusga chiqarib turib, ishchilar Rovodaga olib kelishdi, Mirzo Ulug'bek tuman Rovodasiga. Lekin ichkariga kirganimizdan keyin o'sha tezkor vakillar tomonidan hech qanaqa bosim, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Biz faqat o'sha noroziligimiz bizni nima sababdan olib ketishgani, ishlatib nima sababdan olib ketishganligi bo'yicha demak tegishli davlat organlariga ariza beramiz. Yigitlar hammasi chiqishdi. Xurshida qanday? Yaxshi. Kayfiyat. Suhbatlashdik. Ya'ni haqiqatan bolalar aytgandek ichkarida hech qanaqa bosim bo'lmadi. Tezkor xodimlar juda chiroyli muomalada bo'ldi. Endi o'sha video chiqqan bo'yicha endi munosabat kutib qolamiz. Ya'ni huquqlarini tushuntirmasdan mashinaga olib kelib hech qanaqa bir asossiz olib kelganligi holati bo'yicha. Bugun sen tug'ilgan kuning. Ana nima deydi? Eng gullagan 18 yoshga to'lding. Shu shuncha obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz bilan birgalikda tabriklaymiz tug'ilgan kuning bilan. Aha. Aynan bizga murojaat qilgan tadbirkordan men xavotirdaman. Hozir ular qattaligini bilmaymiz. Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlarida masakalda. Ularni ham olib ketishdi, lekin ulardan hozir xabar yo'q. Biz yaqinlar bilan bog'lanib, ularga ham befarq bo'la olmaymiz albatta. Yaqinlar bilan bog'lanib, ularning qattaliklarini aniqlab, nima uchun hozir ularni ham qo'shib olib ketilganligi haqida aniqlik kiritib e'lon qilamiz. Jahongir aka ular biz bilan avtobusda birga keldilar. Rovodaning ichiga kirish davomida ularni alohida tushirib o'sha 50 raqamli o'sha Nexus avtomobiliga bosib kuch bilan bosib tashqariga olib chiqib ketishdi. Bu yoqqa olib kirishmadi. Ichkariga mana shu eshigini oldida, eshigini ichkari tomonga demak olib kirib ketishdi. Mayli, biz aniqlik kiritamiz albatta, yaqinlar bilan bog'lanamiz va bu haqda ham e'lon beramiz. Ularning boshqa hech kimda gap yo'qmi? Xullas kalom shunaqa gaplar. Biz Ichki ishlar vazirligidan so'rab qolamiz, bu nima uchun ommaviy axborot vositalari xodimlariga bunaqa holatlar bo'layotganini to'g'risida bir tushuntirish, odilona, haqqoniy bir munosabat berasizlar, xudo xohlasa. Xohlasanglar, odatinglar bor-ku endi har xil gapirib yuboradigan. Tinch bo'lasizlar. 1 yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? 1 yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? Diqqat qilinglar, nimaga sen shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3 ta 4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Tasavvur qilinglar. Mayli ko'p tarixim 1 yil oldin sizlar shunday edilar. Hammamiz shunday edikmi? Hamma bilasizlarmi, tanqid qilishni biladi. 3 yil oldin qanday edilaring sizlar? Qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat, odamlarga bo'lgan Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatdan ham bizani viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizani tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak.